Assalomu alaykum. 13-chi variant tahlilini boshlaymiz. 33-35 masalalar. Ikkita DNK molekulasidan hosil bo'lgan oqsil molekulalardagi jami peptid bog'lar soni 148 ga teng. DNK molekulalarining uzunliklari o'zaro 20.4 nanometrga farq qiladi. Katta DNK molekulasi tarkibida adenin nukleotitlari 30%, kichik DNK molekulasi tarkibida adenin nukleotitlari 20% ni tashkil qiladi. Quyidagi savollarga javob bering. Ikkita DNK molekulasi bor, bittasi katta, bittasi esa kichik. Biz nima qilishimiz kerak? Dast avval umumiy ikkita DNK molekulasida qancha nukleotid borligini topishimiz kerak. Qanday topamiz? Bizda peptid bog'lari bor, ya'ni ikkita DNK dan sintezlangan oqsilda. Bu 148 ga teng. Biz bunga 2 ni qo'shsak, jami aminokislota soni kelib chiqadi. Nega 2 ni qo'shdik? Chunki bu ikkita oqsil molekulasi, bitta emas. Har birida bittadan peptid bog', demak aminokislota sonidan kam bo'ladi. Xo'sh, 150 ta aminokislota 6 ga ko'paytirsak 900 bo'ladi. Bu 900 ta nukleotid bu ikkita DNK da bor degani. Ana endi ikkita DNK ning farqi 20.4 nanometr deyapti. 20.4 ni bo'lyapmiz 0.34 ga ko'paytiryapmiz 2 ga. 120 ta nukleotidga farqli ekan ikkita nukleotid bir-biridan, ikkita DNK bir-biridan. Shuning uchun katta DNK ni x plus 120, kichkina esa x deb olamiz. Ana endi demak katta DNK da adenin 30% ekan, tabiiyki guanin 20% bo'ladi. Kichik DNK da adenin 20% ekan, tabiiyki guanin 30% ni tashkil qiladi. Ana endi qiladigan ishimiz har bir DNK da qancha nukleotid borligini topish. Demak katta DNK da x plus 20 ta nukleotid bor, kichigida esa x ta nukleotid bor. Ikkovini qo'shsak umumiy 900 ta nukleotid bo'lar ekan. Xo'sh. X ni topadigan bo'lsak, x bizda demak 390 chiqdi. Bu kichik DNKdagi nukleotid. Katta DNKdagini topish uchun esa unga 120 ni qo'shishimiz kerak. Demak katta DNKda 510 ta nukleotid bor. Bitta DNKmizda 510 ta nukleotid, yana bittasi esa 390 ta nukleotid bor ekan. Ana endi katta DNK molekulasidagi adenin nukleotidlari sonini aniqlang. Demak, katta DNKda umumiy 510 ta nukleotid bor. 30% ni adenin tashkil qiladi. Shuning uchun 510 ni 0.3 ga ko'paytiramiz. Javob 153. Keyingisi katta DNK molekulasidagi guanin va sitozin nukleotidlari orasidagi vodorod bog' soni kichik DNK molekulasidagi adenin va timin nukleotidlari orasidagi vodorod bog' sonidan nechtaga farq qilishini aniqlang. Katta DNKdagi guanin sitozin nukleotidlari orasidagi vodorod bog'ini topishdan oldin biz katta DNKda qancha guanin yoki qancha sitozin borligini topishimiz kerak. Buning uchun 510 ni, ya'ni umumiy nukleotid sonini guanin soniga ko'paytiramiz foizga. Demak 102 ta ekan. Ana endi kichik DNK molekulasidagi adenin va timin nukleotid deyapti. Kichik DNK molekulasida adenin 20% ni tashkil qiladi. Demak aynan 390 ni 20% ni topamiz. Bu adenin soni kelib chiqadi. 78 ta ekan. Mana bu katta DNKdagi guanin, mana bu kichik DNKdagi adenin deb olsak, ana endi bularning vodorod bog'larini topib, bir-biridan farqini aniqlaymiz. Demak, mana bu katta DNKdagi guanin sitozin o'rtasidagi vodorod bog'. Ya'ni soni 102 ta dedik, uni shu ko'paytiryapmiz. Vodorod bog'i kelib chiqadi. Undan ayiryapmiz farqni topish uchun 78 ko'paytirilgan 2, 78 bu yerda adeninning soni. 2 ko'paytiryapmiz va demak bizda javob 150 chiqyapti. Keyingisi kichik DNK dan sintezlangan oqsildagi peptid bog' soni katta DNK dan sintezlangan informatsion RNKdagi fosfodiefer bog'laridan nechtaga kam? E'tibor beramiz. Demak, kichik DNKda o'zi 390 ta nukleotid bor. Uni 6 ga bo'lsak, aminokislota soni kelib chiqadi. Birini ayirsak, peptid bog'lar bu 64 ta ekan. Katta DNK dan sintezlangan RNK ni topish uchun shunchaki nukleotidlarni, ya'ni 510 ta bu ikkita zanjirda bo'lamiz 2 ga va birini ayirib olsak, bu sintezlangan informatsion RNKdagi fosfodiefer bog'lar kelib chiqadi. Ana endi shuni farqini topadigan bo'lsak, 190 ga teng ekan.